Mana sassiq mulla yana chiqib men haqimda gapiribdi. Kirtashaq mulla bo'lib turib, meni orqamdan PR qilmoqchisan. Tavba, ko'ti yuvilmagan. Alloh bu iflos harom. Onangni sikib toshshoqdan bo'lgansan, sen ham bilasanmi? Onangni dadang sikkan, mana teshik amiga. Keyin sen paydo bo'lib qolgansan. Sen ham harom xarish yuvilmagan toshshoqdan bo'lgansan. Unutma shuni, mulla ko't. Sendagi haromxo'rlar, чтобы og'ir ish qilmaslik uchun jicha Qur'onni o'rganib olib, astag'firulloh, tavba, bular harom, bular halol deb g'iybat qilib olib, ikkita janozani o'qib qo'yib $2000 olib oson hayot kechirmoqchimisan. Mana sendagi mullalarga men hech qachon ishonmayman. Ko't yuvilmagan mullalarga, Instagramga chiqib olib, YouTube'ga chiqib olib gapiradigan mullalarga. Bu haromini men ko'rmayman o'zi. Menga prosta tashab qolishadi. Hayotimni bir tomchilab tomosha qilasan ekan. U mulla ko't chichib siyganimgacha qachon chichaman, qachon siyaman, qachon betimni yuvamangacha bilar ekansan. U ko'tolgur. Onangni biroz sikib pulini bermay ketgan bo'lsa, men emasman u. Uni ham ismi oldin Muzaffar bo'lgan bo'lsa, qochib ketgan bo'lsa, men emasman u. Men transman, om sikmaganman. Onangni sikib pulini bermagan bo'lsa, meni aybim yo'q mullaga. Ko'ti yuvilmagan, toshog'i kir, shaltoq, urot. Haromi deb senda haromlarda aytadi. O'tirib olib, YouTube'da o'tirib olib, birovlarni absurdat qilib, yordam bersangiz, toshshog'ingga qaratib aylantirib desa, tanga to'kilmaydi. Yana birovni absurdat qilishni bilasan. Sen xizalaklardan 1 so'm pul chiqmaydi. Olsang olasanki, lekin berib qo'ymaysan sen haromlar. Endi chiqib olib shu top degan hamma yo'da shu Jasminni jo'natishyapti. Shuni so'kib chiqsam, haromiy plos deb chiqsam, ikkita janozaga, ikkita nikohga odam ko'payib qoladi. Ikkita janoza o'qib chiqsam 1000dan 2000 olaman, zo'r bo'ladi. Shuni gapirib chiqaman, shuni g'iybat qilib chiqaman. O'l, roza kuni o'tirib olib g'iybat qilmay o'l sen. YouTube'ga chiqib olib dalbayob, og'zingga qo'tag'im sendaqa mullalardi. Bunday ushlab turib og'zingga bunday qilib berib qo'yish kerak sendaqalardi. Senda haromlar o'zbekning o'ligidan, to'yidan pul qilaman. Voy pul qilaman, pulga boraman deb bitta savob ish qilganingni olib chiq. Men absurdat qilmasdan, birortasiga yordam berganingni olib chiq. Seni qo'lingdan sendaqaga senga o'xshaganlarni qo'lidan qo'toq ish kelmadi. 4 kun, 4 oy bo'ldi, hech kimni qo'lidan qo'toq ish kelmadi. Meni qo'limdan keldi. Alam qilyaptimi? Aminga kirib ket, amdi o'g'li. O'l kommentariyalaringni o'qib chiqdim. Birorta odam seni poddeshka qilmabdi. Bitta inson seni poddeshka qilmabdi. O'sha senlardan foyda yo'q-da, bir tillik foydang yo'q. To'lka o'limni kutasan, janoza o'qigani, to'lka to'yini kutasan, shtob nikoh o'qib qo'ygani, pulingni shaqillatib olib qochasan. Senlardaqalardan o'sha foyda ko'rmayapti-da odamlar. Mendaqalar chiqib foyda qilyapti, yordam beryapti. Men hayotim bo'yi 16 ta oilani boqib o'tiraman. Nechta odamga tug'ishiga yordam berganman. Meni o'g'il bolacha ismim, qiz bolacha ismim, nechta farzandga ism qo'yishgan yordam berganimdan. Sen dalbayib nima qilib qo'yding hayotingda? Senga o'xshaganlar nima qilib qo'ydi? Bitta xotin olishasan, ikkinchi xotinni olasan, puling ko'payib ketsa, 3-chi, 4-chi, 5-chi qilasan, hammasini urasan, hijobga tiqasan, boshqa qo'lingdan qo'ttoqni ish kelmaydi. Hech bola qo'lingdan kelmaydi sendaqa dalbayoblardi. Bu harom emas, toza mulla rosa gapiribdi, toza mulla. Mana Sabrinaning nomerini beraman. Bir ehson qivorchi, shu harom pulni olmasin meni qo'limdan. Luchi senikini tozasini, janozadan to'plagan pullaringdan bir chiqarib yubor, tozasidan.